أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 6. Sure En'am Mekke'de nazil bo'lgan 165 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Jimi hamda sana osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Ondan yana mushundaq dalillarni ko'rib turib, kafirlar Parvardigoriga boshqalarni sherik keltirdi. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar odamni loydan yaratdi. Ondan ajlinglarni bekitdi. Sizlarning tirildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Ondan sizlar, ey kuffarlar, o'lgandan keyin tirilishga shak keltirsizlar. Osmonlarda va zaminda ibodat qilishga tegishlik Allah ana shudir. O sizlarning yoshirin va oshkor ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turadi. Ular Parvardigorining oyatlaridan biri oyat kelsalar uningdan bosh tortadi. Ularga Alloh tarafidan haq kitob, ya'ni Qur'on kelibdi. Ular uningga chin bitmadi. Uzoq qolmay ularga o'zlari masxir qilgan narsaning xabarlari keladi. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular ko'midimi? Ya'ni uningdan ibrat olmadimi? Ularni zaminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ularga mo'l yomg'ir yog'dirib bergan edik. O'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Ey Muhammad, biz sana ular talab qilganda qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan. Kafirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ular shaksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Chunki ularning g'arizi eng ro'shan dalil kelgandimi, iymon etmaslikdir. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nemishqa bir farishta tushmadi deydi. Agar uningga bir farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tugagan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa, halok qilinadi, ularga muhlat berilmaydi. Biz payg'ambarlarni farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni ya'ni shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson farishta emas deydi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarmi kafirlar tarafidan masxir qilindi. Masxir qilg'uvchilar masxir qilinganliklarining oqibatini ko'rdi. Ey Muhammad, bu masxir qilg'uvchilarga aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarab beqinglar. Ey Muhammad, aytqinki, osmonlardagi, zamindagi mavjudotlar kimning? Ularga aytqinki, Allohning. Allah ihson qilish yuzidan bandalarga rahmat qilishni o'z ustiga olgan. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'adi. Kufrni ixtiyor qilish bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. Kecha va kunduzda jim turgan, ya'ni harakatlanib turgan shaylarning hammasi Allohning mulkidir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bar qiluvchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Allah rizq beradi. O'zi rizqqa muhtoj emas. Ey Muhammad, aytqinki, men bu ummat ichida Allohning amriga bo'ysunuvchilarning avvali bo'lishga buyurildim. Menga deyildiki, sen hargiz mushriklardan bo'lmagin. Ularga yana aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, ya'ni Parvardigorimdan g'ayriga ibodat qilsam, buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. Mushu kunda kimki azobdan qutuladi ekan, Alloh uningga rahmat qilgan bo'ladi. Ana shu ro'shan najot topganlikdir. Agar Alloh sana bir kulfat yetkizsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib o'tmaydi. Agar Alloh sana bir yaxshilik yetkizsa, o chaqda uningga hech kim aralasholmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodirdir. Alloh bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Alloh bandalarini tizginlab turg'uvchidir. O hikmat bilan ish qilguvchidir, hammadan xabardordir. Ey Muhammad, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng chong guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Menga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on
"Manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytqinki, men undaq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar sherik keltirgan butlardan men haqiqatan ado judoman. Biz kitob bergan kishilar, uni ya'ni Muhammad alayhissalomni Tavrat va Injildagi sifati bo'yicha xuddi o'zlarining o'g'illarini to'nigandek to'naydi. O'zlariga o'zlari ziyon solganlar aniq pokitlar tursimi Muhammad alayhissalomga iymon etmaydi. Allohga yolg'on chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilganlardan zolim odamlar bormi? Zolimlar haqiqatan maqsadiga erishamaydi. Qiyomat kuni ularning hammasini hisob olish uchun yig'amiz. Ondan sherik keltirganlarga Allohning sheriklari deb e'tiqod qilganlaringlar qayerda deymiz. Ondan ular faqat o'zlari aytib, dunyodagi chog'lardagiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi bundoq yolg'on so'zlaganligiga qarg'in. Ularning Allohning sheriklari deb bo'xton chaplagan narsalari ulardan qochadi. Ey Muhammad, ularning ichida Qur'on o'qigan cheg'ingda yomon g'arazda sana quloq soladiganlar bor. Qur'onni tushunmaganliklari uchun ularning dillarini pardiladik, quloqlarini eg'ir qildik. Ular hamma mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami uningga iymon etmaydi. Hatto kofirlar sening jiningga munozirlashib kelgandimi, bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir deydi. Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhissalomga ergishishdan to'sidi. O'zlari uningdan yiroq qochadi. Ular faqat o'zlarini lola qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratding. Ular ko'shki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, ma'ni qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon etatdiq degan va'dasida yolg'onchidir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir, o'lgandan keyin tirildirilmaymiz deydi. Agar ularni Parvardigorining oldida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rasan. Alloh ularga bu o'lgandan keyin tirilish rost emasmikan deydi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, rostkan deydi. Alloh kofir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar deydi. Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta tirilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chog'da ular u dunyodagi beparvoligimizga voy istaydi. Gunohlarni ustilariga yuklab oladi. Ularning gunohlarni yukligini nima degan yomon. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qiladiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi. Lekin ular tarsolikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarga inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini hech qanday odam o'zgarta olmaydi. Shubhisizki, payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Ey Muhammad, ularning islomdan yuz o'rganligi sana eg'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga shoti tepib bir mo'jiza keltira olsan keltirgin. Agar Alloh xolisa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hergiz Allohning ne'matini tushunmaydiganlardan bo'lmagin. So'zingga haqiqiy quloq soladiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. So'zingga quloq solmaganlar o'liklarning o'rnida. O'liklarni Alloh tirildiradi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytariladi. Ular yani Makka kuffarlari nimishqa Muhammadga Parvardigordan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, Alloh mo'jiza tushirishga haqiqatan qodir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza nozil bo'lib iymon etmasa, balog'i duchor bo'ladiganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangdigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatdir. Lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik, ya'ni hammani to'liq bitdik.
Keyin ular Parvardigorning dargohiga yig'iladi. Allah ularning orasida hukm chiqaradi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar g'astur, g'achidir. Ular kufrning qorong'uligi ichida qolganlardir. Allah xohlagan odamni zalolatni ixtiyor qilganligi uchun ozdiradi. Xohlagan odamni hidoyatni ixtiyor qilganligi uchun to'g'ri yo'lga soladi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar aytib beqinglar, agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tarib o'tishini iltijo qilgan baloni Alloh ko'tarib o'tadi. Sizlar Allohning sheriklik qilganinglarni unutaysizlar. Shak shubhisizki, sendan ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib yelinsin deb namoratlik va og'riq siloh bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nemishqa yelinmadi? Ularning dillari qasovatlashdi. Iymonga yumshimadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ichib etdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan ko'ranglab xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Zulm qilgan qavmning yiltizi qurtildi. Jimi hamda sana payg'ambarlarga yordam berib kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlarning qulluqinglarni g'az, ko'zinglarni qo'rqib qo'ysa, dilinglarni pechatlab etsa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asli keltira oladi? Qarg'inki, biz qudratimizni ko'rsatib beradigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz. Ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi, ya'ni iymon etmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi, agar sizlarga Allohning azobi ushtumtut yoki oshkora kelsa, zolim qavmdan boshqa yana kimlar halok qilinadi? Biz payg'ambarlarni faqat savob bilan xushxabar berguvchi, azobdan ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Iymon etgan va amallarni tuzgan kishilarga qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allohga itoatsizliklari tufaylidan azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, sendan odatdan tashqari ishlarni talab qiluvchi kuffarlarga aytqinki, men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. Men g'aybni bilmayman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta deb aytmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi saq odam barobarmi? Ya'ni kofir bilan mu'min barobarmi? O'ylab boqmamsizlar. Parvardigorning dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufridan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qiluvchi yo'qdir. Allohning roziligini deb aytganda oqshomda Parvardigoriga ibodat qiladiganlarni yeningdan qo'g'lab o'tmagin. Ularning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Ya'ni ularning qilmishlari uchun sen javobgarlikka tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yuklanmaydi. Ularni qo'g'lab etsang, zolimlardan bo'lib qolasan. Ularning Alloh oramizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir, ojiz kishilarni iymon etkizish bilan boy, katta kishilarni sinadik. Allah shukr qiluvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qiluvchilarni Alloh hidoyat qiladi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yeningga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin, Parvardigoringlar bandalarga rahmat qilishni, ihson qilish yuzidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzatsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degan. Bu so'zda mushriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkor bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qayirib qo'yib ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan ma'ni qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishinglarga ergashmayman. Bo'lmasa men ozg'an bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman.
Aytqinki, haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldir yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hukm qiladi. Allah hukm qiluvchilarning yaxshisidir. Aytqinki, sizlar baldir yuz berishni talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, o chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan orom tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'latdim. Allah zolimlarni obdan biladi. G'aybning ochqishlari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birasimi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi bir dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, lavhul mahfuzda yozilgandir. Alloh sizlarni kechasi uxiltadi. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turadi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otadi. Ondan Allohning dargohiga qaytasizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Alloh sizlarga aytib beradi. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarini tizginlab turg'uchidir. O sizlarga saqlag'uvchi farishtalarni, ya'ni qilgan atkinni xotirlab turadigan farishtalarni avatadi. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabz ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'rindashda beparvolik qilmaydi. Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qiluvchi egasi Allohning dargohiga qaytariladi. Qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Allohga xos. Allah eng tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, bu kuffarlarga aytqinki, qurg'uliqning va dengizning qorong'uliqlari, ya'ni baloyi ofatlaridan sizlarni kim qutqizadi? Bu qorong'uliqlarni ko'rgan cheg'inglarda, agar Alloh bizni buningdan qutqarsa, cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb Allohga oshkora va yoshirin iltijo qilasizlar. Aytqinki, yolg'iz Alloh sizlarni o zulmatlardan va barliq g'amdan qutqizadi. Ondan sizlar buni to'ng'ininglardan keyin iymon etmay Allohga sherik keltirsizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomning qavmiga Ashabul Filga avatilgan azobga o'xshash yoki oyg'onlar ostidan Fir'avn va Qorunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni farqila qilib aralashtirib, ya'ni urushga silib biringlarning azobini tetitishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qilganligimizga qaragan. Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degan. Alloh tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydonga keladigan vaqti bor. Uzoqqa qolmay bilasizlar. Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'ni va masxir qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rganingda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan birga o'ltirmag'in. Ular bilan birga o'ltirmaslikni shayton sana unutildirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin zolim qavm bilan birga o'ltirmag'in. Taqvodorlarga Qur'onni masxir qiluvchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga vaz nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxir qilishdan saqlanishlari mumkin. Dinni o'yin kulki qilib olgan, dunyo tirikchiligiga aldanganlarni tark et. Har qanday odamning o'z qilmishi tufayli halok bo'lishidan saqlanish uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgan. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qiluvchi bo'lmaydi. Va har qanday fidya to'lanmasimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ladiganlardir. Ular kufri tufaylidan kuchaylarini o'rtib yetadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharobga va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohni qo'yib, bizga ziyon zahmat yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilamdiq. Bizni Alloh hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdiq, yana murtad bo'lamdiq. Mubodi biz shunda qiladigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan, cho'lda u tingirqab qolgan, do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, u chaqiriqni qabul qilmay oxiri halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Bu kuffarlarga aytqinki, Allohning hidoyati haqiqatan haqiqiy hidoyatdir.
Biz olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildik. Namoz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga hisob uchun yig'ilasizlar. Allah osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Allah biror shayga vujudga keldisa, darhol vujudga keladigan kundagi, ya'ni qiyomat kundagi azobdan qo'rqinglar. Allohning so'zi haqdir. So'r chelindigan kundagi podshohlik Allohga xosdir. Allah yoshirun va oshkora narsalarni bilguvchidir. Allah hikmat bilan ish qilguvchidir. Bandalarining ahvolidan xabardordir. O'z vaqtida Ibrohim o'z otasi Azarga: "Sen o'zingni yaratgan Allohni qo'yib, butlarni ma'bud qilib olamsan? Men seni va qavmingni haqiqatan aniq gumrohlikda ko'raman" dedi. Ibrohimning tavhid vositida qat'iy ishonguvchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz Ibrohimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. Ibrohim kechining qorong'uligi bosganda bir yulduzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun "Bu mening Parvardigorimdir" dedi. Yulduz bitib ketib edi. "Men bitib ketguvchilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman" dedi. O oyning to'qqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha "Bu mening Parvardigorimdir" dedi. Oy bitib ketib edi. Agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uch qavmning qatorida bo'ldi ekanman dedi. O quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha "Bu mening Parvardigorimdir, bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydan cho'ngdir" dedi. Quyosh bitib ketib edi. O aytdiki: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ado judoman. Men haqiqatan botil dillardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman." Ibrohimning qavmi uning bilan munozirlashdi. Ibrohim aytdiki: "Meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar, men sizlarning Allohga sherik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimning xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazmaydiganligini o'ylamamsizlar? Allohning sherigi bo'lish haqida Allah sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmamsizlar? Sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchi, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz qo'rqmaslikqa eng tegishlik? Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymoniga sherik aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topuvchilardir. O'z qavmiga radiya berish uchun Ibrohimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguvchidir. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. Ibrohimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. Ibrohimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmoil, İlyasa, Yunus va Lotlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamondagi tamomi jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik, ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar sherik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga ularni topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, Qur'onni tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun ahli jahon uchun vaz nasihatdir. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Ular, ya'ni Yahudilar o'z vaqtida Alloh hech kishiga hech narsa nozil qilmadi dedi.
ya'ni vahiyni va payg'ambarlarni inkor qildi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa ib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? Bu kitobni parcha-parcha qog'ozlarga tushirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yo'shirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bovonglar bilmagan narsalarni bildirdi. Ey Muhammad, bu Qur'onni va Musa ib kelgan kitobni Alloh nozil qildi degan. Ondan ularni tarik etkinki, ular botillarda, ya'ni qalaymaqon so'zlarda o'ynab yursin. Bu Qur'on Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun biz nozil qilgan, uningdan ilgari nozil qilingan Tavrat va Injilga o'xshash kitoblarni itrof qiluvchi muborak kitobdir. Oxiratga iymon etadiganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarini o'z vaqtida to'liq ado qiladi. Allohga yolg'on chaplagan va o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turug'liq, menga vahiy qilindi degan yoki Alloh nozil qilgandek men bu kitob nozil qila olmayman degan kishilardan zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar, sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftiro qilganliginglar, shirik keltirganliginglar, bola nisbat berganinglar va Allohning oyatlarini mansitmaganinglar uchun bugun xo'rlig'uvchi azob bilan xo'rlansizlar deydi. Biz dastlabda sizlarni qanday xalq etgan bo'lsak, dargoyimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishli bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafaatchilaringlarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan narsalar barbod bo'ldi. Donlarni va urug'larni biq urdirg'uvchi haqiqatan Allohdir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarg'uvchi ana shu Allohdir. Allohga ibodat qilishdan qandoqmi bosh tortsizlar? Alloh subhini qorong'udan yerib chiqarg'uvchidir. Ya'ni tongni yo'ritg'uvchidir. Alloh kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida yo'l tepishinglar uchun Alloh sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Alloh sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarni ota-onalarning pushtida, onanglarning bachchadonida qarorlashtirdi. Tushundigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Osmondan suvni tushirgan zot Allohdir. Biz uning bilan barliq o'simliklarni o'ndirdik. O'simliklardan yeshil yaproqlarni chiqardik. Uningdan bug'doy va arpa boshoqlariga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan donlarni yetishtiramiz. Xorma daraxtining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xorma sapoqlarini yetishtiramiz. Yomg'ir suvi bilan uzumlik bog'larni yetishtiramiz. Yomg'ir suvi bilan shaklda, hajmda, ta'mida bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtiramiz. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligi ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga sherik qilib olishdi. Allohga jaholatdan o'g'il, qiz farzandlarni o'ydirib chiqarishdi. Allah mushriklar iftiro qilgan narsalardan pokdir, ularning sifatlaganlaridan ustundir. Allah osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratuvchidir. Allohning xotini yo'qtirsa, qandoqmi bolasi bo'lsin, hamma narsani Alloh yaratgan, hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Allohdan bo'lak hech ma'budi barhaq yo'qdir. O hamma narsani yaratuvchidir. Uningga ibodat qilinglar. O har narsaga homiydir. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarni ko'rib turadi. Alloh bandalarga mehribondir, hammadan xabardordir. Ey payg'ambar, aytqinki, sizlarga parvardigoringlar tarafidan hidoyatni ozg'unlikdan ayirib ko'rsatadigan dalillar keldi. Kimki haqni ko'rib iymon etsa, o'ziga foyda. Kimki uningdan ko'z yumsa, o'ziga ziyon. Men sizlarga amallaringlarni ko'rsatib turadigan ko'zatchi emasman. Faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarman.
Ular yani müşriklar, ey Muhammed, sen Qur'onni boshqalardan o'rganibsan deydi. Yani haqni biladigan qavmga bayon qilayli deb oyatlarni mushundaq shaklda bayon qildik. Ey Muhammed, sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Allohdan boshqa ma'bud var haq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmagin. Agar Alloh ularning hidoyat tepishini xolasa, ular sherik keltirmaydi. Seni ularga ko'zat chiqarganimiz yo'q. Sen ularga homiymi emassan. Allohga sherik keltirdiganlarni Allohni qo'yib ibodat qiladigan ma'budlarni tillamanglar. Unda qilsanglar, ular bilmaganliklaridan haddidan eshib Allohni tillaydi. Shuningdek biz har ummatga o'zlarining amalini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Allohning dargohidir. Alloh ularning qilmishlarini ularga aytib beradi. Ya'ni yaxshiga mukofot beradi, yomonni jazolaydi. Agar ularga biror mo'jiza kelsa, uningga cho'qim ishonadiganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qasam ichishidi. Ey Muhammad, mo'jizalar mening emas, Allohning dargohidagi ish degan. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etamiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmaganidek, yana ishonmaydi. Ularni gumrohliklarda tangirqab yurishga qo'yib o'tamiz. 8-para. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Biz ularga yana kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rindigan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Shuningdek, yana bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hil-mikrlar bilan qo'yib bergan. Alloh sana ularga qarshi yordam beradi. Oxiratda iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Ey Muhammad, ularga aytganki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilguvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, uning ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmi shak qilguvchilardan bo'lmagin. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Alloh bandalarining so'zini anglab turg'uvchidir, ahvolini bilib turg'uvchidir. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. Ular faqat gumon qila agishidi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zaruriyat bo'lmaguncha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nimishqa yemaysizlar? Nurg'un kishilar nafsi xohishiga agishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdiradi. Shubhisizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol, harom deb haddidan oshquvchilarni obdan biladi. Oshkor va yoshirin gunohlarni tark etinglar. Shubhisizki, gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ey mu'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, yana mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvasa qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi?
kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Hiyla-mikr ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla-mikrlari o'zlariga yanadi. Ya'ni ular shu hiyla-mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhissalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chaqda, ular bizga mo payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmagicha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla-mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, u go'yo osmonga chiqayotgandek uning ko'ksini taraytib o'tadi. Iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdan qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Bu yana islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. İbrat oladigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qildik. Parvardigoringning dargohida ularga darussalom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Allah ularga madadkordir. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni asligin. O kunda Allah aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar, ularning insonlardan bo'lgan do'stlari. Ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilgan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik" deydi. Allah do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda bu yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki, sening Parvardigoring hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguvchidir. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga sep qo'yamiz. Allah aytadiki: "Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchirishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik" deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan, ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'afil emas. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Rahmat egasidir. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qin maydonga keladi. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki: "Ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar. Ya'ni kufringlarda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turaman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga yetolmaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chorpaylardan Allah uchun bir hissa, butlar uchun bir hissa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nisibasidan Allohnikiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisibasidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Mushriklar Allohga atagan hissidan butlarga atagan hissiga bir narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hissi ichida qoldiradi va Allah boy, buningga muhtoj emas deydi. Butlarga atagan hissidan Allohga atagan hissiga bir narsa qo'shilib qolsa, uni butlarining hissiga qaytarib o'tadi. Ularning qarori nima degan qabih? Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalaymuqallashtirish uchun ularning nurg'unlarga bolalarini o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hissa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi.
Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga chaplagan yolg'onlar bilan birga tark etdi. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarlar yeydi. Bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi. Ular Allohga yolg'on chapladi. Allah ularni yolg'on chaplaganliklari uchun jazolaydi. Ular bu hayvonlarning qursig'idagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir, ya'ni uni hammaylar teng yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on chaplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki, Allah hikmet bilen iş qilguvchidir, hammani bilguvchidir. Hamoqatlik ve nadallıklardan ballarını öldürgen ve Allah namıdan yalgan etip, Allah rızık qilib bergen narsalarni haram bilgen kişiler hakikaten ziyan tatdı. Ular hakikaten doğru yoldan adashdi, hidayet tapmadı. Allah bidishlik ve bidishsiz bağlarını berpa qildi. Meyveleri, dalları, rengi, ta'mi ve hacmi ve purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurma daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anorlarni yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar mevaning usulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning haqqini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Alloh charpaylarni, yung ko'tirdiganlarni, bo'g'izlandiganlarni yaratdi. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil charpayni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'shqar va sog'liq. O'shkidan 2, teki va urg'aych. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'shkidan 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki o ikkisining qursig'idagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Alloh bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beqinglar. Alloh sizlarga to'gidan 2ni, kaladan 2ni, yana erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Alloh 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qursig'idagi bo'tloq bilan mo'zaynimi? Yoki Alloh buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Alloh nomidan yolg'on aytgan odamdimi zolim kishi bormi? Shubhisizki, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi, cho'shqa nejis yemakliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shi paskinidir ve Allah'tan gayrinin ismi etilib bo'g'izlangan, gunohga sabab bo'lgan maldan boshqasini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va beixtiyor holda hayotini saqlab qolg'dak yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilguvchidir, bandalarga mehribondir. Yahudilarga tum-tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tum-tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylardagi yoki sunkiga chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini naq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan. Ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammad, agar ular ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirab jazolamaganlikdan keng rahmat egasidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. Mushriklar agar Alloh xolisi edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib azobimizni tetig'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq inkor qilgan edi. Ularga aytganki,
so'zinglarning rostligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumon qilib asoslansizlar, Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Alloh buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degan. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagan. Ular Parvardigoringga sherik keltiradi. Aytqanki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar, nomurodlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkor va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ltirmanglar. Haqli ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning melini u Qur'oniga yetib aqli yetliganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozni to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan cheg'inglarda odil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqquninglar bo'lgan taqdirdami Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ondan ular yana Isroil avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'ladiganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsasini tafsili bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga ergashinglar. Onunğa muxolifiyatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifga, ya'ni Yahudilar va Nasorilarga kitob nozil qilingan, ularning o'qigan kitoblardan bizning rostli xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidan zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular faqat o'lim faristalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning etgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. Dinda bo'lgunchilik qilib, turli farqlarga ayrilganlardan sen ado judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'zlariga aytib beradi. Birey yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Birey yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobar jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dillardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamotim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushriklarga, ya'ni yolg'iz Allohga xos ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Ey Muhammad, aytqinki,
Allah hamma narsaning parvardigori tursa, uningdan boshqa parvardigor talab qilamdiman? Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Keyin parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar datalash qilgan haq bilan nohaqni o'z sizlarga aytib berdi. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matlar bilan sinash uchun ba'zinglarni ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osilik qiluvchilarni albatta tez jazolag'uchidir, itoat qiluvchilarni albatta mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir.